Bahor oyining ilk kunlaridanoq Afifalar bilan eng zo'r qilgan daromadimizni bugun sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Jamoa qizlari bir kunda 16 soatning ichida 250% daromad qilishdi. Demak, signallar bo'limi bor. Bu yerda 7-aprel kuni 18:45 da men SPR coinini signalini tashlagan edim. Bu yerda kirish nuqtasi va take profit 100% ga qo'yilgan birinchi signal edi. Ayni mana shu joyda Bitget birjamizga kiramiz va mana o'sha biz izlagan SPR coinini endi bizani qilgan daromadimizni ko'ramiz. Birinchi take profitimiz 100% ga eskicha sotilgan va ikkinchisi mana bu foizgacha. Endi analitikani ko'ramiz. Demak, bu yerda 2 marta ikkita take profit bilan 250% daromad qilingan. Demak, bu analizimiz trading programmasi SPR coin'i endi birinchi take profitimiz 61% tashkil qilgan va ikkinchi take profitimiz bizga kirish qilgan nuqtadan 250% o'sib bergan. Soatda 4 soatda, ya'ni 4 soatlik time frame desa 4 soatda amalga oshgan jarayon hisoblanadi. Mana nima uchun ayni kripto treyderlari tez boy bo'lish imkoniyatiga egaligini bildingiz. Endi esa qancha daromad qilganimizni ham albatta ko'rsatamiz. Bu esa birjada umumiy SPR coin'idan 8000 rovni 4 soatda 8000 AQSh dollari ishlashga yordam bergan. Afifada o'qigan barcha ayollar mana shunaqa ajoyib daromadlarda bizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizda bepul signallarni siz bilan albatta bo'lishib boramiz.